Tezli bo'yicha любой Mers'ni choyini ichiradigan toycho bugun mana obzorimda. E'tiboringizda BMW M-Torque Competition. Kapotimiz ostida 3 litrli twin turbo M-Power motor va 8 ta ot kuchi bor. Uruvining qanaqaligini bilib qo'yinglar. Monstrimizning qonga to'lgan faralari, jabralar va orqadagi spoileri yanada derskiy va o'ziga oshiq qilib qo'yadigan vid beradi. Boshida aytganimdek, tezligiga вообще gap bo'lishi mumkin emas. 0 dan 100 gacha atigi 2,5 sekund. Mers'da bunaqasi точно yo'q. Saloniga keladigan bo'lsak, multifunksional rul, sideniyalariga qizil va qora koja ishlatilgan. Undan tashqari karbon elementlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xullas, komfortingiz uchun hamma narsa bor. Toychog'imizning ovoziga o'zingizlar kommentariyada baho berib ketinglar. BMW baribir zo'r. Agar obzorim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmanglar.